Hammaga salom do'stlar. Sizlar Tonix Plays kanalidasizlar va sizlar bilan bugun Joyville degan o'yinning ikkinchi qismini o'ynaymiz. Xo'p, bo'lmasa boshlaylik do'stlar. Right. Xo'p, shu yerda qoluvdikmi? Iblis deb yozib tashalgan. Bu yoqqa ana quyonchani qo'g'irchog'i kerak edi. Xo'p, bu yoqqa hozir ochib kiramiz. Xo'p. Voy, qorong'i. Hay. Yo'q, yopiq. Demak, shu yoqqa sapchimiz. Hop, ketdi. Bu yo'q, anavi joyi. O'tgan safar o'tganimiz. Voy. Ishga tushgan o'zi. Hello and welcome to Joyville. My name is Voy, Harrison. qaranglar. Oz. At Joyville, we believe that childhood should be filled with laughter. Qaranglar, o'zi bizni tepada kuzatib turibdi kimlardir. unforgettable memories. And we've crafted an Oy. experience like no Oy. other. Tailored Oy. specifically to ignite the spark of Shumisan joy pastga. in every child's Ah. heart. Tushmaysanmi? In Joyville, we believe Oh, in the mayli. power of To'g'ri. imagination and the pure delight that toys can bring to children's lives. That's why we've curated Tam shekilli kelyaptimi o'zi? Voy, kelyapti. Aldab bu yerdan tushib, qarang, yonib turibdi-ya, shunga kirib ketadi. O, bu yo'q yurmayapti lekin. Tepaga chiqib ketmaydimi? Yo'q, tepaga chiqmayapti. Berkin olsa ketadimi deyman. Okey. Eshik yopildi lekin. Hop. Nima qilamiz ekan? Nima ochilishi endi? Xo'p, bir tekshirikchi atrofda yo'q, berkiq. Okey, demak, yana bir bosh xotirma bor ekan. Hop. Voy, bakka tushib qoldimmi? Yo'q, bo'ldi, chiqdim. Tushunishim bo'yicha men bunaqa mana bu ko'tarib bo'ladimi? Bo'ldi. Bo'ldi, okey. Bo'ldi, tushun. Mana bunaqa narsalarni o'sha rangiga moslab, bu nima deyiladi endi, kubikmi? Shularda qo'yib bir nimalar qilamiz ekan. Hop, nima bo'ldi? Ha, bu yo'q ochilar ekan.
Voy, iyo. Bu vaqtli ekan. Вообще-то bu vaqtli ekan, lekin. Xo'p, sariq bizga kerak bo'ladi narigi tarafda. Pastga tushiramiz. Xo'p. Hop, bu yerga demak qizilda olib chiqishimiz kerak, lekin вообще-то qizil voy, to'xtanglar. Sariqni ko'tarib narigi tarafga o'tishim kerak edi. Ha, bo'ldi. Okey, to'xtanglar bo'lmasa. Sal yo'roqda turibdi. Hop, sariqni olamiz. Bu yoqqa qo'yamiz, birga olib chiqib ketaman. Voy, ulgurolmay qoldim. Pastga tush. Qani, 1-2 ga. Yo, yana ulgurolmadim, voy. Pastga tushib olsam. Bunga orqamga chot. Voy, bu ko'tarilib ketyapti. Ha, bo'ldi. Chiqib oldik. Qani? Ha, bo'ldi. Ana uni sariqda qo'yadigan joyi, demak, spid qilishimiz kerak. Xo'p, voy. Oh no. Oy, pastga tushib ketsa bo'ladi. Yana buni qilish kerak. Hop. Qani ketdik. Buni yana bu yerga qo'yamiz. Olan endi. Qani. Chiq. Ha, bo'ldi, ulgurdik. Buni ko'tarib olamiz. Shu ulgurishimiz kerak. Qani ketdi 1-2 ga. Usain Bolt. Oh! OMG. Oh my god. Ne buncha qiyin bu. OMG. Okay. Chuqur nafas olamiz. Chuqur. Qani ketdi endi 1-2 ga. Qani 1-2. Tezman. Tezroq. Okey, ulgurdik. Xo'p, bu yerni endi sariq bu yerga bo'ladi. Hop, yashil. Qayerga yashil? Voy, yashil qayerga? Voy, yashilni yo'qolib o'tish kerak. Mana bu yerga qizil kerak ekan. Qizil qayerda endi? Xo'p, mayli, yashilni pastga tashlaymiz. Ha, sariq mana bu yerda bizga. Ha, yashil qo'yish kerak ekan. Okey. Ha, mana qizil. Qizilni endi u tipiga olib chiqishimiz kerak. Yomon jonga deydi mana sharlari. Hop, ketdi. Yana o'zimizni birga. Hop. Qani. Voy, bo'lmadi. Bo'ldi.
qizil oldimda. Qizilni u yoqqa qo'yamiz. Ey, qayeri ochildi endi? Ha, bo'ldi, to'g'rimiz ochilibdi. Xo'sh. Adashmasam endi olib kelamiz. Voy, qo'yildimi to'g'ri? Biroq yo'q ega. Bu pastladi. Voy, qizil tepada qolib ketdi-yu. Qizil qayerga o'zi? Ha, mana bu tepaga. Voy. Hech chiqaman endi. Bu ko'tarilib ketibdi-yu. Buni endi teskari bo'lib qolibdi shekilli. Endi buni qo'ysam demay tushadi. Okey. Hop, sariq ana u yoqda. Sariqni ham olib tushishim kerak. Hop. Buni oldimga olaman ekan bo'lmasa. Hop. Hayyo, to'xta. Yo'q, yopilib qoladi. Oldin sariqni olaman. Mana ketdi, uspet qilish kerak. Ur. Okey. Sariqni olamiz. Bu yoqqa tashlaymiz. Hop. Ket. Ha. Oh. Uçib qoldi uspet. Hop. Endi bizga voy, ko'k tepada qolib ketdi-yu. Voy. To'xtaylar bo'lmasa. Yo'q, qanday endi chiqishning iloji bor? Bo'ldi. Demak, mana bu narsa, okey, qaytadan yozuvga e'tibor bermayapman, uzr. Okey, endi qaytadan qilamiz. Tez qilaveramiz bu safar. Xo'p. Bu yoqqa sariqni olib ketamiz. Ket. Ash o'ta tez bo'lish kerak lekin. O'ta tez bo'lish kerak bo'l. Bo'ldi. Hop, bu yashilni pastga tashlaymiz. Hop. Yashil mana bu yoqqa o'rnatiladi. Hop, endi voy, bag bo'lib qoldimi? Tashla, yo'q. Voy, asab o'ynagan bor-ku. To'g'ri. Qizilni endi tepaga olib chiqib ketish kerak-a. Hop, buni olib turamiz. Qizilni qo'yamiz va birga olib chiqib ketamiz qizilni. Bo'ldi. Hop, endi qaytib olib tush kerak.
Bitta ulgurishimiz kerak. Sariqni olamiz. Pastga. Hop, endi qizilni olib tushimiz kerak. Ha, yashil. Voy. Yashilni nima olmadimi? Voy. O, yana xato. Xo'p, mayli. Bizni qobiliyatsizligimizda deydi-yu. Ay, yana buni tepaga olib chiqaman. Hozir o'sha yerdan olib tushirdim. Yashilni olmaganimga qaranglar. Ana yashil qolib ketibdi ichkarida. Voy, ha, ulgurdim. Yaxshi. Hurmatlab tepaga chiqib tushish kerak. Ha, mayli. Biz qobiliyatsizligimizda. Xo'p. Endi mana bu narsani o'zim bilan olib chiqib ketaman, lekin olib tushishim kerak qaytib. Xo'p. Ay, shu yana xato qilmadimmi? Chunki qo'yishimiz kerak. Sariqni olib tushishimiz kerak va qaytib. Hop. Bitta ana shu qizil kerak bo'lyapti-da endi bizga. To'xtanglar, hozir ko'k kerak-ku. Siz uchun yoki nima kerak emasmi? Ha. Hop, qizil kubikni olib tushamiz. Yopilsin, yopilaver endi deydi-yu. Biraylar qizil. Ana ochildi. Oh. Уже hozir shu normalligini terlatadi-da boru yuguramiz. Shu yugurishni hidi. Qani bo'l. 707. Oy. What the mayli hop. O'tirmaydi. O'yinning boshida ana birinchi qismida simlarni raqamlar orqali ulagandik.
o'shanga har bitta raqamni eslab qolish kerak. Ayniqsa mana shunaqa yuguradigan vaziyatlarda. Demak, hozir mana bu yoqqa chiqsam, u maxluq keladi va yuguraman, raqamlarni eslab qolish kerak. Okey, qani ketdik. Beş, altı, dört, iki, beş, altı. Okey. Vur, vur. Yok ol. Yok ol. Yok. Kim zor? Kim zor? Sen o'zingni maqtama, seni birov maqtasin. Okey. Hop, qayerga chiqadi endi bu yo'l? Oh. Wow. Nima qilalardi? Nima qila olasan? Wow. Pastga tushib ketyapmiz. Ha, bo'ldi, demak o'yin tugadi. Davomi bor ekan, ikkinchi qismi. O'sha bu Joyville degan o'yinning ikkinchi qismi bor ekan. Shunga davomi bor dedi, lekin chiqqanmi yo'qmi hali bilmadim. Tekshirib ko'rmadim uni. Shunchaki shu yo'limdan chiqib qolgan edi, o'yin qidirib turganimda shuni tortib qo'ya qoldim. Xo'p, mayli, nima ham dedi, birinchi qismini avvalgi sonda chiqarganman. Va albatta o'yin yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling, qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz bu bilan. Va albatta o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha do'stlar.